Ukrayna krizisi ve Uyg'urlar. Rossiyaning 2 hafta burun Ukrayna chegarasiga 100 ming kishilik qo'shin to'plashi natijasida Rossiya bilan Amerika o'rtasida hal qilish qiyin bo'lgan bir krizis portildi. Amerika bilan Xitoy o'rtasida Uyg'ur masalasini cho'rdigan holdagi surkilish kuchaygan. Xitoydagi qishliq olimpikni boyqut qilish sadolari kuchayayotgan, Xitoy Tayvanga tahdid selayotgan paytlarda Ukrayna krizisining kelib chiqishi Amerikani ham Xitoy bilan ham Rossiya bilan tirkishadigan ahvolga ittirib, ig'ir sinoqlarni paydo qilmoqda. Rossiya 2014-yili Qrimni Ukraynadan tortib olgandan buyon yomonlashgan Amerika-Rossiya munosabati sababli Rossiya G'arbning ig'ir iqtisodiy jazosiga uchrayotgan bo'lsa-mu, Putinning Rossiyasi xalqaro o'yinlarda Amerikani qiyin ahvolga qo'yib kelmoqda. Suriya masalasi, Afg'oniston masalalarida Amerikani o'sal ahvolda qo'yib qo'ydi. Rossiya endi Ukrainaning chegarasiga qo'shin to'plab, tahdid silib, Amerikani o'ng'aysiz holga tushirib qo'ydi. Putin 2 oyning 1-kunidagi axborot yig'inida Rossiya hukumatining Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan Ukrainaga munosabatlik bexatarlik masalasini diplomatik hal qilishga tirishayotganligini, ammo Rossiyaning asosliq talablarining nazardan saqit qilinganligini aytgan. Rossiya nima uchun Ukrainaga tahdid soladi? Nima uchun Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan tirkishidi? Rossiya NATOning Sharq kengashiga jon jahli bilan qarshi turib kelmoqda. Bo'libmi Ukraina Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga kirmoqchi bo'lganda, Rossiya Ukrainaga tahdid silib Qrimni tortib oldi. Ukrainadagi ruslarni qurollantirib, Ukrainada to'plan paydo qildi. Putin burunqi Sovet ittifoqi hukmronligidagi davlatlarni o'z ta'sir doirasiga elib, ruslarning qudratini qayta namoyon qilishni orzu qiladi. Texi yaqinda Rossiya Qozog'istonga qo'shin kirgizdi. Shunga Putin Rossiyaning ta'sir doirasidagi davlatlarning G'arbga yaqinlab ketishiga, bo'libmi Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lishiga jon jahli bilan qarshi turdi. Rossiya NATOning Sharqiy Yevropaga kengayishini, bo'libmi Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini o'ziga qilingan tahdid deb biladi. Putinning qarashicha, Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini Rossiya faqatla qabul qila olmaydi. Chunki Ukraina NATOga a'zo bo'lsa, ondan Qrimning egilik huquqini qaytarib olaman deb Rossiya bilan urushsa, bu chaqda Rossiya yolg'iz Ukraina bilan emas, butun NATO bilan urushishga majbur bo'ladi. Shunga Putin Amerika va NATOdan sharqqa kengaymaslik, Rossiya chegarasi atrofiga qirg'uchi qurollarni o'rinlashtirmaslik, NATOning ul harbiy aslalarini 1997-yili NATO va Rossiya kelishim imzolagan chaqdagi holatga qaytarishdan iborat 3 ishni o'rinlashni talab qilyotdi. Agar bu 3 talab o'rinlanmasa, Rossiya suhbat o'tkazmaydiganligini bildiryotdi. Amerika va NATO Rossiyaning talablariga qo'shilmaydiganligini bildirmoqda. Rossiya Ukraina masalasida Amerikani o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'yish bilan birga, hadab Amerikani bu ishga sababchi qilib ayblamoqda. 1-oyning 27-kuni Amerika davlat ministrligidagi Viktoriya Nurlan Xitoyga xitob qilib, Beijing o'zining Rossiyaga bo'lgan ta'sirini ishlatib, Ukraina masalasining tinch hal bo'lishiga kuch chiqarishi kerak. Chunki Ukrainada to'qinish chiqib qolsa, bu Xitoyga yaxshi emas degan. Amerikaning bu ifodasi nurg'un kishilarga Amerikaning Xitoy oldidagi ojizligini oshkor qilayotgandek tuyg'u berib qo'ygan. Ba'zi analizchilar, agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, Amerika nima qilishini bilolmay qoladigandek qiladi deb gumon qilishgan. Undaqda Ukraina krizisi Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatdi? Ukraina krizisining paydo bo'lishi Uyg'ur davosi uchun ziyonli bir ish bo'lib, Amerika va G'arbning diqqatini Xitoydan boshqa yoqqa burib Amerikaning Ukraina krizisi bilan mashg'ul bo'lishi Xitoyga foydali sharoit elib keladi va Uyg'ur masalasi bir mazgil past qo'yga tushib qolishi mumkin. Xitoy Rossiyaning zo'migarligidan ilhom elib, Tayvanga texmo tahdid soladi. Agar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib qolsa, Amerika buni to'sib qala olmasa yoki qurolliq aralashmasa,
Amerikaning va NATOning inovati qolmaydi. Shuning bilan nurg'un davlatlar Rossiya va Xitoyga texmi eg'ib ketadi. Agar Amerika Rossiya bilan urushga kirib qolsa, bu Xitoy uchun bakmi foydali ish bo'ladi. O'zidan kuchlik ikki davlatning urushib, ojizlashganligini ko'rish va shu fursatda Amerikaning o'rniga chiqish Xitoyning orzusidir. Rossiya NATO va Amerika bilan urushga kirib qolishni xohlamaydi. Ammo Ukrainaga tahdid silib, Amerikani qiyin ahvolda qoldirib, bu o'yinda futishni arzu qiladi. Ukraina krizisi Amerikani hal qilmas bo'lmaydigan bir bosh og'riqqa so'rab kirdi. Bu ish tez arada diplomatik usulda o'ngishli hal qilinmasa, Uyg'urlar uchun cho'ng ziyon bo'ladi. Xitoy bu fursatda Amerikaning jazosidan qochib, Uyg'urlarga qarshi yana nurg'un ish qilib olishi mumkin.